أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Arkadaşlar biz ilgili derslerimizde tekrarlap kelayotgandek kitabımızda çoğun cihetten 4 mazmunu bilib olgan. Birincisi el-adilla eş-şer'iyye. İkincisi el-ahkam eş-şer'iyye. Üçüncüsü el-kavaid el-usuliyye el-lugaviyye. Dördüncüsü el-kavaid el-usuliyye el-teşri'iyye deb 4 bilib olgandı. Bunun içindeki birinci kısmının mazmunları, yani şer'i deliller, ikinci kısmının mazmunları, yani şer'i ahkamla ayaqlaşıp, üçüncü kısmının mazmunu kelgandik. Yani üçüncü kısımda şu tilde qo'llanadigan bir qism qoidalar, bu qoidalar tilning qoidasi bo'lishdan boshqa narsalardan hukm olishda, yani Qur'on, hadisdan hukm olishda qo'llanadigan usul qoidalar hisoblanadigan qoidalar bo'lib, bu qoidaning 3-qoidaga kelgandik. Al-qoida al-thalitha fil wadih ad-dalala va maratibihi. Biz dersni başlashdan ilgirgi darsga o'xshash bir narsani kichkina eskarish to'g'ri keladi. Biz mayli oldingi darslarda so'zlagan birinchi, ikkinchi qoida olsun yoki bugun so'zlamoqchi bo'lgan 3-qoida yoki undan keyingi shu 3-qism tugagan qadar qoidalar olsun, hammasi til uslublari, til qoidalari bo'lib, bu uslub, bu qoidalar Qur'on, hadisda qo'llanilgan. Undan keyingi ulamolarni hukm olishda mushu qoidalarni istinbot qilib chiqarib turib, yakunlab turib, Qur'on hadisdan hukm olgan qoidalar. Kalimizda shu aniq bo'lsin, qoidalarni biz olishda til nuqtasidan olamiz. Tushunishda til uslublarini mulohiza qilib turib tushunamiz. Ondan keyin mushularni tatbiqlab turib, oyat hadislardan nima olamiz, hukm olamiz. Mana nuqta kalimizda bo'lsin. Biz bir qism o'quvchilar savol so'rab qoldi. Bu nereden çıktı onun delili de? Bunun delili biz aldığın qatim 3. qismning mavzusini qo'yganimizdek til, teşriş, til istiqradan çıktı. Hem bizga nisbatan bunun tögice, yani oxirigacha aniqlab delillarni surishtirib mumkin emas. Chunki dedik-ku, til teşriş degan gap oddiy gap emas. Ulamolarimiz, ustozlarimiz burundan tortib, tekshirib, oxiri mushiga kuniga kelgan. Yani biz hozir ulamolar tekshirib bekitgan til qoida uslublarini, oyat hadisdan tatbiq qilinish shakllarini, uslublarini biz tayyor o'ldi sifatida, tayyor ma'lumot sifatida qanaqavatimiz, elayotimiz. Endi bugungi qoidaga kelsak, ifodasi uchuq iboralar to'g'risida da'vatdir. Endi mayli arab tili olsun yoki o'zimizning tili bo'lgan uyg'ur tili olsun, ifodalash masalasiga kelsak, ba'zi ifodalar bor. Biz ig'zimizdan chiqqan hamon qarshi tarafga maqsadni ifodalab beradigan. Ba'zi ifodalar bor, asosiy maqsad bo'lmagan, ammo qo'shimcha shaklda qarshi tarafga bir narsalarni bildirmoqchi bo'lgan. Ba'zi ifodalar bor, biz deymiz, hatta o'zimiz tushundiramiz. Qarshi taraf mushu degan gapimizdan maqsadning nima ekanligini %100 bilib bo'ladi. Mana shu ifodalar bor. Yana bir ifodalar bor, zodi kesib etilgan, aniq jazmiyatlanib bo'lgan ifoda bo'lib, bundan keyin yeni bo'lishmi? Bu aloqa o'zaro paranglarimizda, o'zaro muomalatlarimizda birsimizning gapidan normal chiqadigan ifoda uslublar. Mesela başlar bilan paranglashib, ikkinchi qatim shu to'g'riliq bir mulohiza qilsak, falonini bunday gapni qivetib kelib, bunday dedi, buning magibidan ma'ni tushunib oldim deymiz. Qarshi tarafning degan asosiy maqsad boshqa bo'lsa-mu, asosiy maqsadni ifodalash jarayonidagi yana bir keltirilgan ibora qurilmalaridan, gapning yuzidan ba'zi mazmunlarni tushunib oldi. Gerçektegiga nisbatan asosiy maqsad bo'lmasa-mu. Masalan, buni hozir biz o'rganmoqchi bo'lgan bugungi darsda az-zohir degan atalg'i bilan ifodalaydi shuni. Lekin buni qarshi taraf so'zligi uchun zohir degan, gapidan chiqib qolgan bir taraflarni anglag'uvchi qarshi tarafning gapini anglablam darhol tushungan ma'nolarni
sözlügüçe başka xil ma'nolar bilan ifodalanishi mumkin. Halaqa mazmunini başka xil tushuntirilishi mumkin. Halaqa endi demoqchi bo'lgan, mening demoqchi bo'lgan maqsadim mundaqda. Siz tushungandek emas, mundaq emas deb halaqa buni biz kitobda at-ta'wil degan iboralar ifodalaymiz. Ya'ni ig'izdan chiqqan so'zning mazmunini başka xil ma'no bilan tushuntirilishi mumkin. Chunki gap yüzaki tushuntirildi. Lekin digichining shu sorunda degan gapidan asosiy maqsad qilgan bir ma'no bor. Bayatdan biz deganimiz asosiy maqsad emas, gapidan chiqib qolgan ma'no. Bu asosiy maqsadlik ma'no bor. Digichim shuni maqsad qiladi, anglovchim shuni tushunadi. Ammo yana bu gap digich tarafidan qayta yana boshqa bir ma'no bilan tushuntirilishi mumkin. Chunki gap ehtimolliq. Gapning aniq ehtimoli va maniq ehtimoli bor. Mana bir tarafi bor. Buni biz bugungi darsimizning atalg'usida an-nas degan iboratlar ataymiz. Yana bir xil gaplar borki, digichi deydi, ya o'zi tushuntiradi yoki boshqa bir ifodalar bilan digichining maqsadi ochiq oshkora o'tirib qo'yilib bunda oydinlashib ketadi hamdi. Digichi o gapini boshqa xil ma'no bilan bizga qayta tushuntirolmaydi. Chunki gap bizga oydinlashib ketib qoldi. Ama yeni valalaydı. Ben bu oldu magipimden keçtim deb. Mana bir ahvallar oldu. Mana bunu biz bugünkü dersimizde el-mufassir deb ataymiz. Endi şu adam gapni kesib yuqori qadak. Aynaqla men mana dedim deb tushuntirilib bizga nisbatan yeni velish imkoniyati qolmadi o gapidan. Boshqa xil tushuntirish imkoniyati qolgan ahvol asida bu bir xil eng yuqori darajadagi kesilgan gap bo'ladi. Bunun atalgısı el-muhkem ne alaka biz normal paranglarımızda bundan inçikilep ketmeyimiz. Lekin kullanıldı. Muşu uslupla bizim normal paranglarımızda kullanıldığan normal kitaplarımızda normal özara alakalarımızda kullanıldığı ifadeler. Bazı dava dasturlarda biz özara sen mundaq digentin, magipandın mundaq çıqqandı deb delil mi qilamiz hatta. Sen özang mundaq tushundirgan masalada biz delil mi qilamiz muşu gaplarni. Ama belki inçik emas. Qayleştirip bulanmaqlıq bunu. Hem haceti yok çünkü bizim özara paranglarımız adatdagi gaplar. Endi muşu xil uslublar Qur'onning o'zida qo'llanilgan, hadisda qo'llanilgan. Qur'onning ifodalari hakim zotdan kelgan bo'lg'ach, biz darsning 5-da degan Qur'on o'zininki qicham iborasi kichik hajmi bilan dunyo insonlarga ta qiyomatga qadar dastur qonun o'qida kitob bo'lg'achqa Qur'onning har bir iborasi, har bir harfi, har bir ifoda shakli bekor kelgan emas. Mushlarning hammasi ma'lum darajada bir narsalarni o'z ichiga oldirilgan, ma'lum mazmunlarni o'z ichiga oldirilgan. Mushu mazmunlarni biz inchikilab buning zohirisi ma'vo, zohir ma'nosi, nas ma'nosi ma'vo, mufassir ma'nosi ma'vo, muhkam ma'nosi ma'vo deb mashta inchiklikdan ayirib ma'no elish to'g'ri keladi. Ham Qur'onda ashta ma'no sig'dirilgan ichiga. Bu shu buning istiqroyi payg'ambar alayhisolamning Qur'onni izohlashlaridan tortib, til istiqrolaridan tortib, hamma nuqtalardan yakunlanib kelgan bir nima yakun. Endi bir eskartib qo'shqa tegishlik bir gap biz bayatın bugungi darsimizdagi ifodasi oshkora uslublarni to'rtga bo'ldik. Ifoda uslublarini zohir, nas, mufassir, muhkam deb. Ammo bir atalg'u zohir deganning lug'at ma'nosi oshkora degan bo'ladi. Nasning lug'at ma'nosi ishorat yoki ochiq keltirish degan bo'ladi. Mufassirning lug'at ma'nosi izohlama, tushuntirilgan degan ma'noda bo'ladi. Muhkam degani puxta qilib, bu xushimiz askarasi qo'ygan bir gaplar. Mushu shar'iy fanlarni favqulodda taraqqiy qilgan bo'lg'ach, hem bu fellerinin dairesi, mesela nahvi deyimiz, sarf deyimiz, balagat deyimiz, usulul fıkh deyimiz, ulumul Kur'an deyimiz, usulul hadis deyimiz ve kengru açqa buların hemimizga atalgı lazım. Nurgun atalgılar bazı vaxtda uçuruşup kalıdı. Lekin mezmunu başka emas. Mezmunu bir emas, başka. Endi atalgılarını qo'ygan vaqtida lug'at ma'nosi bilan azroqlam bog'lanish tarafi bo'lib qolsa qo'ydi endi. Lekin o'quvchilarimizning kallasiga lug'at ma'nosi kelib olib, atalg'uning asli ma'nosidan qiypidga bo'lmasin, ko'pincha o'sha ahvollar bo'ladi. Xuddi qiyos desa, bizning uyg'ur tilimiz bo'yicha tushunib olib, qiyos qilish, faraz qilish deb tushunib olib bilan uning darajasini ya unda emas, atalg'uni tushuntirilishi bo'yicha tushunamiz. Shu yerdagi kallanglardan zohirininki oshkor degan ma'nosi
tigidi bolsun lekin hüküm surwamyson. Nas degenning bayatyn çöndürgendek mufassir muhkem degenning bayatyn çöndürgendek mana şu hüküm surwamyson. Bunun atalgysy, andyk atalgy birildigan täbirge qarap turup muamala kılymyz. Tamam. Man şuna bolgandan keyin andyk kitabymyzyň 5-ide autor bütün mezmunlarni hulasylap bir katakçynyň içige algan. Belki misalen kitabımlardıma muşu kızıl renglik, bizim kitapta kızıl renglik hep koyuptu. Muşu katakçının içinde bütün bugünkü dersindeki asasi mezmunu hulasılangan. Biz şu hulasılangan asasi mezmununu bir kıtım devetkendiğin keyin anda qilamiz, mağamiz. Qaranlık kitap qanda olsa. El-vadihud dalale minen nusus. Yani neslerinin içinden dalaleti vadih oğalları. Neslerinin içinden dalaleti vadih oğalları. Nime o dese? Huve ma delle alel murad minhu. Yani dalal vadihu dalalanınki en çok ifadesinin birisi onundan boğan maksatni siğinin özü diladığını ikinci bir narsaga qarashlik emas. Min gayri tavaqquf ala amrin xarici. Yani sırt bir ishqa qarashlik bo'lmasligini sirtdan bir delil yoki sirtdan bir ifade yoki sirtdan bir tushunchaga qarashlik olmasdan gapning o'zidilla ma'no chiqsa, yani gapning o'zidilla ma'no chiqsa, mana buning o'zi al-vadi ad-dalala bo'ladi. Yani bizning kitobimizning 4-chi qoidasi nechabat o'risanglar g'ayrul vadi ad-dalala. Yani dalalatda ifodasi uchuq emas. Bugungi darsimiz ifodasi uchuq. İkisining farqi nima desanglar, ifodasi uchuq iboralar deganimiz. Yani nas Qur'on hadislardan o'zidlan ma'no tushuniladigan. İfodasi uchuq emas iboralar deganimiz o'zidlan ma'no chiqmaydigan. Aşı ma'noni sirtqi ma'lum bir omilga tayinib turib, yoki izohlamaga tayinib turib, yoki sirtdagi ma'lum bir nuqtaga tayinib turib olamiz. İkisining shunday farqi bor. Vadihud dalala va g'ayr vadihud dalala. Vadihud dalala mazmun o'zidan chiqqan. G'ayr vadihud dalala mazmun sirtqi omilning yoki sirtqi qo'shimchining, sirtqi yordamchining yordami bilan chiqqan. İki farqi bor. Tamam. Vadihu dalalani bilib bo'lgandan keyin buning bir maratibuhuda bir gap bor emasmi? Darajalar bo'ldi. Iniq nas deganingmi? Iniqlik darajasi bo'ldi. Birinchi daraja eng ro'shan. Undan qap qalsa, Mana shaklda bo'ladi. Abtur davotida fa in kana yahtamilu ta'wil, aşı chiqqan ma'no başqacha tushuntirishga ehtimol bo'lsa, ta'vil degani navbatda biz tushungandek emas, g'ayri tushuntirish. Ya'ni hozirgi ma'nodan boshqa ma'no olish degan gap. Hozirgi ma'nodan boshqa ma'no olish. Va maqsad ashu mazmundan muroddan bo'lgan maqsad yoki ashu labzdan bo'lgan maqsad ashu nasning keltirilishidan asli maqsad emas degani mazmun, tushunch degichining asli maqsad emas. Ya'ni bu gapdan chiqib qolgan mazmun. Degichi boshqa bir narsa demakchi, ammo gapidan chiqib qoldi, bir ma'no olib qoldi. Manda bo'lib qolsa, buning ismi zohir bo'ladi. Anda olsa, old bilamiz qayt bir yakil bo'laydi. Vazihud dalala deganning ma'nosi o'zidan chiqqan. Bas, ikkinchi bir narsaga qarashlik qolmagan. Ma'u vazihud dalalaning gap. Ana mushu ma'no o'zidan chiqqan. İkinci bir narsaga qarashlik qolib qolmagan mushu ma'no ta'vilga ehtimol kelsa. Ya'ni degani ma'nodan g'ayr bir ma'noni elish imkoniyati bor. Bu bir. İkincisi, mushu biz olgan hozirgi ma'no degichining asli maqsadi emas. Bu gap jarayonida so'zlash oralig'ida tushunilib qolgan ma'no. Buning misollarini ko'ramiz. Manda qolib qolsa, buning ismi zohir. Endi mishada bir ozroq farq bor. Agar ta'vilga ehtimol kelsa, yuqoridagilar o'xshash. Maqsad ashu nasning keltirilishidan asli maqsad bo'lib qolsa. Bayan hozir tilga olgan nas deganimiz Qur'on hadisining iboratini ko'rsatdi. Qur'on hadisining siyaqini ko'rsatdi. Ammiyadik atalg'u summiyan nas. Bu nas deb atalgan anas bayatni tilgan nasga o'xshamaydi. Shunday bayatni atalg'u askartib qo'shgan sababi biz odatda Qur'ondan, hadisdan nas keldi, nas. Ma'nas anas emas. Anasdan maqsad masalan oyatlarni ko'rsatamiz, hadislarni ko'rsatamiz, iboratlarni ko'rsatamiz. Ammo miyadagi nas bir atalg'u bir xil uqumning gapi. Ya'ni qaytib kelaylik. Biz naslarning ifodasi üzdilam çıksa, labzdan üzdilam çıksa bunu biz vadih dedik.
Endi muşu üzün çıqqan ma'na ta'vilga ehtimal kelib, aşı ma'nadan bo'lgan maqsad digijining asli maqsadi emas bo'lib qolsa, buni biz zohir dedik. Ya'ni bu gepidan lug'at ma'nosi qilgan vaqtimi, gepidan chiqib qolgan, oshkor bo'lib qolgan ma'no. Tamam. İkincisida ta'vilga ehtimal kelsa qog'ayga o'xshash. Ve sözlükçünün asli maqsadi bo'lib qolsa, neslin keltirilishining asli maqsadi bo'lib qolsa, ma'na nas ma'na. Demek digici asası közlügen ma'na. Digicining asosiy maqsad qilgan ma'nosi nima u? Agar ta'vilga ehtimol yo'q degani gap nihoyat aniq. Ma ta'vilga ehtimoli bor degan gap bizning Uyg'ur tilida qo'shbilislik deb qo'yamiz, ikki qirliq deb qo'yamiz. U darajada emas, lekin har holda biz tushunayotgan mushu ma'nodan yana bir ma'noninki, ma'na emas, yana bir ma'noning chiqib qolish ehtimoli bor degan gap. Ma ta'vilga ehtimol kelmaydi degan gap ini qop ketdi degan gap. Gap ini qop ketdigilik. Ya'ni gap 100% to'g'ri tushunildi. Tamam. Va hukmi mansubni qabul qilib degani Rasulullohning davrida. Rasululloh hayotlan bo'ladi ekan, har qanday ahkam, asosiy ahkamlardan boshqa, dinning kulliyatlardan boshqa nasxini qabul qilish ehtimoli bor. Manda bo'lib qolsa mufassir bo'ladi. Ma'no ismi mufassir. Agar ta'vilga ehtimol kelmaydi ekan, majahatda mufassirlarga o'xshash. Hukmi mansubni qabul qilmaydigini ya shu oyatning o'zidagi ma'lum bir ifodadan abadan, shundaymi? Keskin, mengu o'zgarmaydi degandek iboratlar bilan yoki Rasululloh dunyodan ketgandan keyin muqim bek ekan ta'vilni qabul qilmaydiganligini mazmun 100% bunda oydinlashib ketgan mazmun bo'lib qolsa buni muhkam. Anda o'ganda mishan bir narsani tushunolganki, daraja jihatda eng yuqorisi qaysi ekan, vuduhliq jihatda eng ro'shan, eng kuchli qaysi ekan, muhkam. Chunki bu ta'vilga ehtimoli yo'q degan gap mazmun 100% oydinlashib ketdi. Ikkinchisi nasxini qabul qilmaydi degan gap bekib ketdi, o'zgarmas degan gap. Mufassir deganimiz mazmunning ro'shanligida muhkamlarga o'xshash, lekin o'zgarish ehtimoli bor. O'zgarish degani ma hukm qilib, ya'ni bir hukm o'rniga olinish ehtimoli bor. Uni aniqdan bir daraja tugal. Nas deganimiz ta'vilga ehtimoli bor degani biz olgan shu tushunch, haqiqiy tushunch bo'lmay, boshqa tushunch bo'lib qolishi mumkin. Boshqacha tushunish to'g'ri kelib qolishi mumkin. Ma'nas. Ama bu asosiy maqsad, digijon asosiy maqsadi. Zohir deganimiz ta'vilga ehtimoli bor, ya'ni boshqa tushuncha chiqib qolishi mumkin. Onun ustiga bu asosiy maqsad emas. Gapning asosiy tarafi emas. Da gapining orlig'ini chiqib qolgan mazmun. Unda o'ganda mushu bir nasdan, birdan oyat yoki hadisdan ma'no elinsa, bu elingan ma'noning darajasi muhkam bo'lsa, eng yuqori ravishdagi mazmun bo'ladi ma'u. Eng yuqori darajadagi bu vuzuhliqi. Agar bu mufassir bo'lib qolsa bir daraja tushadi. Agar bu nasab qolsa texmi tushadi. Eng to'g'ri nima zohir. Ammo mushtotning hammasi nasbning oshkor chiqadigan mazmun hisoblanib, bugungi darsimizdagi tema, ya'ni vodihud dalala degan temaning tahtiga kiradi. Demak, xulosaga vaqtimizda va kullu nassin har qanday bir oyat hadis bo'lib, vodihud dalala uning dalalati, ifodasi oshkora, ro'shan bo'lgan har qanday nasab qolsa, Aşu mazmun dalalat shuningga ro'shan kelgan mazmunga bimodiki ma mazmunni ko'rsatdi. Shu mazmunga amal qilish vojib degani to'rt xil chiqqan mazmunning hammasi amal qilish vojib bo'lgan mazmun bo'ladi. Uningdan ta'vilga ehtimol qildiganlarini cho'qim dalil bilan ta'vil qilish to'g'ri keladi degani bir qistirma mazmun. Ya'ni bayatman ta'vilni tushundigan vaqtda biz tushungan bir mazmun bor, ammo buni boshqacha tushunishimiz mumkin dedim o'chu. Buni degan gap esa mazmunni qayirish, ya'ni ma mazmun emas, ma'ud asosiy maqsad deb. Endi bizga ko'ringan oshkor mazmundan yana bir mazmunni tarjih qilib, ma emas, ma'ud deyish uchun cho'qim dalil ketadi. Shunga bir qoidani tutib olinglar, la yajuzu ta'wil illa bid-dalil. Cho'qim ta'wil dalil bilan bo'lishi kerak. Dalilsiz ta'wil la yajuz. Ammo ta'wil yajuz, lekin dalil bilan bo'lishi kerak. Delilsiz ta'wil xohishiga asosan ta'wil qilgan bo'ladi. Ya'ni bir oyat yoki hadisni o'zimiz bilib, o'zimizning kallasicha, o'zimiz xohlagancha tushuntirgan bo'lamiz. Mana o'qti kalonda o'qib qolsin. Darsning asosiy mazmuni mushtot mazmuni so'zlaydi. Va az-zohir, an-nas, al-mufassir, al-muhkam. Mushtot nas to'g'ri so'zlaydi. Biz mushtot nasni inshaalloh oxirigacha tafsili tushuntirib o'tamiz. Endi bayat deb o'tganimdek
bugünkü 3-cü qaida bilan kerak soatdagi 4-cü qaida zich bağlanğan. Birisi roşanlikninki yuqur tarafidagi darajada bo'lib qolsa, yana birisi roşansizlikninki g'ayrul vodih deb qo'yamiz. Roşansizlikninki tuan tarafidagi. Birisi 0 dan boshlab ustiga ma'noda roşanlik darajasida. 0 dan yuqorisi zohir, ondan yuqorisi nas, ondan yuqorisi mufassar, ondan yuqorisi muhkam. Yana birisi roşanlikning ostiga qarab ma'noda, ostiga qarab ma'noda, ya'ni inshaalloh klassda so'zlaymiz, xafi, shundami, mushkal, mujmal, mushkal, mutashabih degandek, mana darajat bilan matrafga qarab ma'noda. Qancha yuqorlansira shuncha maxfiylashidi. Mana bugun darsda qancha yuqorlansira shuncha vuzuhlashidi. Bugungi va klassdagi dars mazmunning ikki tarafi. Birisi vudu, yana birisi g'ayri vudu. Her birisinin derecesi var, her birisine hal qilish chorasi var, her birisinin aladigan mazmunlar qiladigan muomala var, şu buncha muomala qilsak bo'ladi. Shunga olib turib askarda hadihil qoida al-thalitha vel qoida ar-rabi'a al-atiya, ya'ni kelaki soatdagi 4-chi qoida. Bu ikkisi shar'iy naslarning ichidagi ifodasi ro'shan. Ve şu shar'iy naslarning ichidagi ifodasi ro'shan emaslarning bayoniga ve vazihning vuzuhlik derecesinin bayanıga, gayri vazihning maxfiylik derecesinin bayanıga. Şu gayri maxfiydan gibini qilib qoldik emasmi? Şu maxfiylik şunu bilan yo'qotiladigan omillarning bayanıga xosdir. Biz shuni so'zlaymiz. Naslarning ichidagi qaysi xil ifodalar yushurun, qaysi xil ifodalar oshkora. Yushurun qancha daraja bo'ladi, oshkora qancha daraja bo'ladi. Buni tutadigan muomala qanday muomala? Yushurunning yushurligini qanday yo'qotamiz? Yushurun qanday yushurun bo'lib qolgan? Buni qanday qilsak oshkorlaymiz masalan degandek mazmunda. Endi vodiy bilan g'ayri vodiyning o'tirini ayirishning asosi bayat mazraqni tushuntirib qo'ygan avtorda o'tadi. U olsimi nasning shu nasdan bo'lgan maqsadni o'zining ifodalashi. Binafsihi degan gap o'zining ifodalashi sirtqi ishga qarashli qolmasdan yoki sirtqi ishga qarashli qo'yib qilishi. Mushular boshqa narsa emas. Bir narsadan, ya'ni oyat hadisdan mazmun o'zidan chiqsa, vodiy. O'zidan chiqmay, yana bir narsaning vositasi bilan tushunilsa, g'ayri vodiy. Mushularni ayirsak bo'ladi. Yani xulasa fama fuhimal muradu minhu. Yani maksat şunundan binafsi sigatihi özünün sigisi bilan sirtqi bir ishga qarashli qo'yib qolmasdan tushunilgini vadihud dalala. Vadihud dalala. Ammo maksat uningdan sirtqi ishning vositasi bilan tushunilgan. O'zidan tushunilmaydi bo'lib qolsa, bu g'ayr vadihud dalala. Mushning orqali ham ayirsak bo'ladi. O'zidan mazmun tushundik vodi, o'zidan tushunamadik g'ayr vodi. Mushdoqdan ayirib olsak, qolgan taraf oson. Andan keyin biz vuduhlik derecesini bayatdan zohir, nas, mufassar, muhkam deb bildik. Bu o'tirgi farqni ham bildik. Zohir bilan nasninki bosh tarafi o'xshash. Ikkilisi ta'vilga ehtimol qiladi. Illaki zohir maqsad emas, zohir ma'no, nas ma'no maqsad. Mujohidin farqlanadi. Andan keyin mufassar bilan muhkam ta'vilga ehtimol kelmaydi. Ajoyatda oshkisiga o'xshamaydi. Andan keyin mansuxni qabul qilish qilmaslikda mufassar bilan muhkam farqlanadi. Mansuxni qabul qilsa mufassar, qabul qilmasa muhkam. Shuni olib turmada o'tadi. Vuzuhlik martabasida farqlantirishning asosiga kelsak, ta'vilga ehtimol qilish, ehtimol kelmaslik. Ehtimol kelsa, masalan zohir ikkisi. Ehtimol kelmasa mufassar bilan muhkam. Yani onun ma'nosi o'zidan tushunilgan. Undan boshqa ma'noni tushunish ehtimoli yo'q. Ehtimoli yo'q bo'lib qolsa, yani shuningdan tushunilgan ma'no va la yahtamilu an yufhama minhu ma'nan ghayri. Undan tushunilgan ma'nodan dalolati ro'shanroq yana bir ma'noni tushunish ehtimoli bo'lmaslik. Va yoki undan boshqa ma'noni tushunish ehtimoli kelish la yahtamil va yahtamil degani kammaydi yoki keladi. Mush nuqtadan ayriladi. Masalan, ehtimol kelish yoki ehtimol kammaslik. Endi maxfiyliklik derecesining farqining asosiga kelsak, shu maxfiylikni yo'qotishga qudrati yetish yoki demak jo'g'ini bir narsadan mazmun sal gunga yushurun chiqib qoldi. Mush gungulikni darhallam bitirib qo'yib bo'lsa, addi tasraq bo'lsa, derecesi yuqoriladi maxfiylikning. Qiyinroq, ma'lum bir uning ish ketadigan bo'lib qolsa, yo'qotib bo'lmasa, yuqori darajasi bo'ladi. Ya'ni uning dalolatida maxfiylik bo'lib qolgan. Onun maxfiyligini şu manbasiga qaytishib yo'qotishga yo'l bor. O'zining shari. Mundaqlari bor.
Akhfa mimma fi dalalatihi khafa. Ama bu onun dalalatida maxfilik bo'lgandan bakroq maxfi. Demak, jo'g'ini qayta qaranglar mashiga. Bayatning degan gapida vuzuhliqning martabasiga farqning asosi deb kelib, ta'vilga ehtimol berish kamaslik deb kelib, o'zining siyg'isining ma'nosini tushunib, g'ayri ma'noga undan tushunilish ehtimol kamigini degani, ikkinchi bir ma'noga ehtimol kammaydigini, ammo uning g'ayridagi ma'no undan tushunish ehtimol kaganlardan dalolatda avzohroq degani farqlanadi masalan. Bayatning dedik, masalan zahir ehtimol keladigan bobdan. Mufassirlar muhkam ehtimol kamaydigan bobdan. Bayatni tushundirgan masalan zahirininki ro'shanligi mufassirlar muhkamdan tuvan. Chunki o ehtimol deganur ma'noga, maqsad ehtimol kamaydi. Demak jo'g'ini shu. Ya'ni fama fuhima ma'nahu min nafsi sighatihi. Uning ma'nosi o'zining siyg'asidan tushunilgan. Uningdan shu ma'nodan boshqa ma'no tushunish ehtimoli yo'q ma'ula. Ikkisi demakchi. Uningdan ma'nosi o'z mimma fuhima ma'na min uni bir ma'no tushunilib, shuningdan a ma'nodan boshqa ma'no tushunish ehtimol kelganlardan avdahu dalalatinki ifodalash jihatdan o'rishara qiladi. Maxfilik bobiga kelgandim shuki ya'ni fama fi dalalatihi khafa ifodasida maxfilik bo'lgan. Onun maxfiligini shuning manbasi shari bo'lgan manbasiga qaytishdan boshqa yo'qotishga yo'l yo'q, maxfilikni yo'qotishga yo'l yo'q. Manda bo'lganlari akhfa. Ya'ni uning dalolatida maxfilik va uning maxfiligini bahsi ijtihodda yo'qotishga yo'l hozir bo'lganlardan maxfiroq. Ya'ni maxfiligini yo'qotqiladiganlari yo'qotolmaydigandan yo'qotqilib bo'ladiganlari yengil demakchi. Buni inshaalloh kelasi so'zlaymiz. Har hol demakchi o'g'ini biz bayatdan to'tga bo'lgan her bir türge koygan şartlar onun roşanligiga yoki maxfiyligiga ta'sir ko'rsatadigan şartlar. Her şartning orqasida bir natijalar va bir shart tavilga ehtimol keldi, kamidi. Farqlanadi. Tavilga ehtimol keldi, kam farqlanadi. Nasxini qabul qildi, qimmat farqlanadi. Bular hammasi roşanlik nuqtasi farqlanadigan ishlar. Unda o'g'ani kelayli usul ulamolari vodihu dalalarni 4 qismga bo'ldi. Birisi az-zohir, an-nas, al-mufassir, al-muhkam deb. Endi mushu naslarninki mush tartib bo'yicha ifodalashidimi va hiya fi wuduh dalalat degan mushu qismlar mushu naslarninki mush tartib bo'yicha dalolat qilishning wuduhligida mush tartib bo'yicha bo'ladi. Ya'ni zohir eng tuvan darajalik, nas undan yuqoriroq, mufassir undan yuqori, eng yuqorisi nima muhkam. Ya'ni muhkam shu qismlardagi dalolat eng avdah, eng ro'shani onunğa mufassir agishib keladi. Undan keyin nas, undan keyin nima zohir. Endi mushu tafovutning o'zaro murtatninki o'zaro birisining farqi o'zaro zidlashgan vaqtida masalan bir nas bir oyat hadisdan ikki hukm oldik. Bir hukm uning nasdan chiqdi, bir hukm zohirdan chiqdi. Zidlashib qoldi. Albatta nasni tutamiz. Ikki hukm oldik, bir hukm nasdan chiqdi, bir hukm muhkamdan chiqdi. Albatta muhkamlar chunki maula tartib bo'yicha vaqtimizda zohir nasdan tuvan, nas mufassirdan tuvan, mufassir muhkamdan tuvan. Mushu bo'yicha muomala qilamiz. Tuvanda biz har birisini zohirni, nasni, mufassir, muhkamni tafsili misollar bilan, izohlar bilan izohlaymiz inshaalloh. Biz bayatdan darsning boshida asosan hammasining ma'lum darajada tushunishni berdik. Shu bu sizlarga nisbatan qiyin kelmaydi. Davatudu az-zohir fi istilah al-usuliyyin usuliylarning istilahidagi zohir deganimiz shu nasdan bo'lgan maqsadni siyg'isining o'zi bilan ifodalaydigan. Biz bayat buni anglagan. Va uningdan bo'lgan maqsadni tushunish sirtqi bir ishqa qarashliq bo'lmasdan men g'ayri tavaqquf buni biz degan bayat. Va uningdan bo'lgan murod siyoqdan asli maqsad emas. Degichning asosiy gap emas, asosiy maqsadlik gap emas. Va ta'vilga ehtimol qiladigan. To'rt dona sharti bor. Birisi siyg'idan maqsad tushunilgan. Uningdan maqsadni tushunish sirtqishga qarash ikkisini bir desak bo'ladi mana shu shartni. Chunki bu ikkisi vodihning sharti. Va uningdan bo'lgan maqsad shu nasdan bo'lgan murod, shu murod yoki shu zohirdan chiqqan maqsad az nasning siyoqidan asli maqsad emas. Va ta'vilga nima qiladigan ehtimol qiladigan. Mush nuqtalarda farqlanadi. Endi zohir bilan nasning farqi biz oldingi batda tushunib o'tdik. Faqat
Sözlüğümüzün asli maqsadi bo'lish yoki bo'lmaslik mush nuqtasilar. Qog'ayada farq yo'q. Anda keyin yana bir gapni qayta eskartib qo'yay. Gaplarimning orliqida nasdan bo'lgan maqsad dedim. Am bugungi darsda ikkinchi qismi nasda bir narsa bor. Ammo ikki nas farqlanadi. Men davomli deyotgan nasdan bo'lgan maqsad bir nas gap qolsa, nasdan zohir mantiq degandagi nas oyat hadisni ko'rsatadi. Ammo bugungi darsdagi nas dalolatning ifodasidagi, ma'no ifodasidagi bir tur. Ikkisini farqlantirib olaylik. Shunga bayon eskartib qo'ygan, yana qayta eskartib o'taman. Ya'ni dars kelayli qachoniki maqsad jumlaning o'zidan biroq qarinaga ehtiyojli bo'lmasdan tushunilsa va bu murod shu nasning keltirilishining asli maqsadligini so'zligini asli maqsadi bo'lmasa jumla mushu ma'noda zohir hisoblanadi. Ma olgan ma'no emas, ma jumladan qanday shaklda, qanday uslubda chiqqan ma'no desa, zohir uslubda chiqqan ma'no bo'ladi. Zohir. Masalan, buning misoliga kelsak, Allah subhanahu va taoloninki ahallallohu al-bay'a va harrama ar-riba degan oyatiga qarasak, ahallallohu al-bay'a va harrama ar-riba degan oyatiga qarasak, oyatning umum mazmuni oldi keyindan asbabun nuzuldan tush shu vaqtdagi sharoitlardan tushungan vaqtimizda islom sodini halol qilib, jazoni harom qilib, kishilarga o'zaro berayotgan muomalalardagi jazoni chekladi. Müşrikler bunun nisbeten öktü kopteni, etiraz bildirdi. Munafiqlar, müşrikler. Yani bu neyin farkı? Okşar pul tepişemez mi? Biz pul tepiyatımız o. İnnemel bey misler riba yani. Sen akasın davatkan soda cezanı okşar gel o dep. Teşbih keltirilirse tehe. Riba deganini asosiy o'rinda keltirdi tehe. Yani xuddi riba halallıktan midek, esliydik. Farqi yo'q o'sha ikkisiniki. O'xshash pul tepib olsa, biz o'xshash pul tepib olamiz debchi. Allah bularning mushu da'vosidagi iddaosidagi so'zi bilan jazoni o'xshash degan gapni inkor qilib raddiya berish uchun la, unda emas. Ahallallohu al-bay'a va harrama ar-riba dedi. Qanday o'xshashlik so'z bilan jazoni? So'z degan halol, jazo degan harom tursa, oyatning keltirilish maqsadi nima? Keltirilish maqsadi so'du bilan jazonining o'tirdiki o'xshashlikni yo'qotish. O'xshamas o demakchi. Xuddi Ahmad bilan Muhammad o'xshash bo'lsa, hey, Ahmad degan qori, Muhammad degan qori emas desa, mening mushu gapimni deyishning asosiy maqsadim ikkisi o'xshamaydi demakchi. Ma maqsad. Endi men mushu maqsadni ifodalash jarayonida keltirgan gaplarimdan Ahmadning qori ekanligi, Muhammadning qori emasligi chiqib qoldi. Diqqat qilsanglar, mening Ahmad qori, Muhammad qori emas degan gapimdan ikki ma'no chiqdi. Birisi bu ikkisi o'xshamas degan ma'no chiqdi. Qanday tan o'sha ikkisi degan ma'no chiqdi. Yana birisi Ahmad qori, Muhammad qori emas degan ma'no chiqdi. Endi o'zingni ayirib boqinglar. Mening mushu gapni deyishimdagi asosiy maqsadim nima? Qarshi tarafning da'vosiga raddiya berishga Ahmad bilan Muhammadni o'xshash o'rinda qo'ydi. Men dedimki, yo'q, o'xshash emas bu ikkisi. Ma'ni inkor qilmoqchi. Mening maqsadim ma'vo. Endi mushuni inkor qilish jarayonida degan gapimdan noiti aniq asosda Ahmad qori, Muhammad qori emas degan gap chiqib qoldi. Ana o'ganda mishan tushuninglarki, Ahmad bilan Muhammad ikkisi o'xshash emas, ikkisi bir darajadagi odam emas degan gap nas. Ahmad qori, Muhammad qori emas degan gap zohir. Xo'sh, oyat qaytib kelsak, mushriklar so'd bilan jazoni o'xshash o'ringa qo'ygandan keyin, Allah bular raddiya qaytirib dedi. Ahallallohu al-bay'a va harrama ar-riba. Allohning nazarida jazoni harom, so'da halol qo'y. Endi demakchi uni bu ishga o'xshash emas dedi. Oyatni keltirishga asosiy maqsad so'd bilan jazoni o'tirib farq chiqarish. Ya'ni o'xshamaydi o'sha ikkisi deyish. Asosiy maqsad nasmao. Endi mushuni deyish jarayonida noiti tabiilan so'dning halolligi, jazoning haromligi uchun. So'dning halolligi, jazoning haromligi. Buni ma'zahir. Abturda o'tadi bizga. Allah subhanahu va taolaninki ahallallohu al-bay'a va harrama ar-riba degan ma'suzi har qanday so'dini halol qilish
Her qanday ribani haram qilishda zahir ma'no. Ya'ni mishen akaplar soda halal, cezanı haram deb hukm chiqarsak bular. Çünkü zahir ma'nosi shu. Biz bayat tushundigan 4 ma'nomizligi zahirsi. Çünkü mushu ma'noning tushunchisi ahalla va harrama degan lafzidan yana bir qarinliga hojat bo'lmasdan tez qildigini anglab bo'g'icha, o'qib bo'g'icha, ko'rib bo'g'icha, soda halal ekan, cezanı haram ekan menga chiqadi. O zahir. Vuduhning bir sharti ikkinchi bir narsaga qarash qolmasdan lafzning uzlam tushunish degan emas, mana shu tushunildi. Tamam. Ammo bu ma'no oyatning keltirilishining asli maqsadi emas. Men bu oyatni degandek Alloh bu yerda boshqa gapni qilmoqchi. Chunki oyat biz yuqori deb o'tganimizdek nima uchun keltirilgan desa, mas'uqa keltirilgan. Aslida jazo so'd bilan jazoning o'ttiridagi o'xshashlikni yo'qotish uchun, inkor qilish uchun. Ya'ni mundaq degan adamlarga rad berish uchunki innamal bay'u mislur riba. Maga rad berish uchun kelgan. Qanaq turib bu yerda so'd bilan jazoning hukmini bayon qilish uchun emas. Unda o'g'anda bu yerda ikki ma'no chiqdi. Birisi so'd halol, jazoni harom. Ama bu zahir ma'no. Nas emas. Yana birisi so'd bilan jazoni o'xshamaydi. Mana nas. Anda zahir bilan nasning hech qanday farqi yo'q. Illaki mushu ma'no so'zligining asli maqsadimi? Asli maqsad emasmi? Asli maqsad bo'lib qolsa nas ma'no oladi, asli maqsad bo'lmay qolsa zahir ma'no oladi. Qolgan jihatda farqi yo'q. Bu bir misol. Yana bir misol. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Oyatda Alloh sizlar ayollarning ichidan sizlarga halol bo'lganlardan 2ni, 3ni, 4ni olsanglar bo'ladi. Agar adolatli qilishdan qo'rqsanglar fawahida. Birini olsanglar yaxshi, birini elinglar dedi. Oyatdan anglagan hamalla oyatdan qarmoq qilam. Biz darru oladigan ma'nodan birisi u bo'lsa qaysi desa, ayollar erlar to'ylasa, halol shaklda to'ylasa, haliqadek cheklama bo'lmagan ahvol ostida to'y qilish halol. Bu tezlam chiqqan ma'no. Biz buni tushunish uchun yana bir narsaga muhtoj emas. Shuni olib o'qsoqlab tushunamiz ham deb o'ylayman. Mana bir qanday ma'no bu? Bir ma'no bu. Endi oyatning keltirishidagi asli maqsad jahiliyat davridagi cheklimsiz xotin elish. Xalqancha eriyverish. Bu bir jamiyatning bu tengpongligi buzildi buningda. Alloh jahiliyatdagi cheklimsiz xotin elish mushu odatni o'zgartirib buni chaq qo'yib, yo'q, ortiq qolmaysa, to'tqicha olsa. Shuni al, to'tni al bo'ldi, bas qilsa deb sonni to'tga to'xtatish uchun oyatni tushirgan. Oyatning asosi muddaosi sonni to't bilan to'xtatish. Bu gapimiz bunda qarmoq qilam, gapni boshlan fankiyu degan gaplar to'y qilishning halol degan gapni chiqarib oldi. Oyatning maqsadi o'g'anda to'y qilishning halollik oyatdan zohir bo'lib chiqadi. To'y qilishning eng yuqori cheki to'tdan yuqori xotnas bo'lmaydi bir vaqtda. Degan o'qib oyatning nas ma'nosi. Biz bu oyatdan tushunamiz. Shunga turda aytadi, bu oyat ayollardan halol bo'lganlardan nikoh qilishning mubohligida zohir. Chunki ma'na u ma'noning tushunchisi lafzdan fankihu ma taba lakum degan lafzdan tizlam keladi, biroq qariniga qarash qolmasdi. Ammo u ma'no va huwa oyatning keltirilishining asli maqsad emas. Chunki asli maqsad innal maqsud asolatan asli maqsad oyatning keltirilishining sonni to'xtatish yoki zulm qilib qolsa birga to'xtatish. Bu asosiy maqsad. Asosiy maqsadni ifodalash jarayonida lafzning tushunilib qilingan ma'no zohir bo'ladi. Bu bir misol. Yana bir misol. Wa ma ataakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Oyatni o'qib Rasululloh ib kelgan narsa va ma ataakumur rasul fakhuzuhu tutinglar. Va ma nahakum anhu sizlarni undan chekilgan ishlardan fantahu yeninglar. Oyatdan chiqadigani Rasululloh ib kelgan har qanday ishda bo'ysunish vojib. Chekilgan ishlarda to'silish, cheklanish vojib. Butun buyruq cheklimlarga qaratildi. Zohir ma'no. Oyat nima uchun kelgan desa, asli maqsad oyat payg'ambar alayhisalom o'lja taqsimot qilib,
ma'lum maqsadlar tufaylidan kishilarga ancha-muncha egizpas beradi. Chunki hammadan teng bir odillik emas, hammadan ehtiyojga, ahvolga qarab turib bir odillik. Birning manda ehtiyoji bor, birning manda ehtiyoji bor. Ma'niga ma'ni birdigan gap. Ashta ba'zilarning ko'nglida ancha-muncha bir xil bir narsa paydo bo'lib qoldi-da, endi bu qanday qilgan, biz unda qilsak, bunda qilsak degandek. Buning qarta Alloh, "Ama atakumur rasul fakhuzuhu ba'ginelanglar." "Ama nahakum anhu ba'miganni to'sqini ening to'xtamamsizlar." Oyat oyaga qartilgan. Maqsad o. Lekin oyatning lafzidan biz yana undan boshqa bütün avomir, navohiyning hammasini chiqarib ola olamiz. Hatto shuni dalil qilib akilamiz va sunnatga ergashish masalasida payg'ambar alayhisalom akaganni tutinglar. Rasululloh to'sqani nerdan oldi? Buni dalil qilib akilamiz hatto shu mazmunni. Demak, oyatdan chiqqan bayatdan mazmun zohir, o'lji haqidagi mazmun nima emas. Chunki maqsad maqsadimiz. Qancha o'xshash. Shuni abturda o'tadi. Mana bu oyat Rasulullohga buyurgan ishlarining hammasida itoat qilish va uningdan to'sqan ishlarning hammasida itoat qilishning vojibligidir zohir. Chunki u shu mazmunning tushunchasi oyatdan e'tiboran tiz chiqadi. Ammo u mazmun oyatning keltirishining asli maqsad emas. Chunki asli maqsad oyatning keltirilishidan va ma ataakumur rasulu minal fay'i hina qismatihi o'ljidan taqsim qilgan vaqtda nimani bersa, "Eringlar fakhuzuhu va ma nahakum anhu." Ammanglar deganni fantav to'xtab qolinglar degan bo'ladi. Ma'unas azhar. Bu bir misol. Ma'u oyatlardan chiqqan misol. Endi hadislardan bir misol qarab boqaylik. Payg'ambar alayhisolamning dengiz haqida dengizdagi suvi pokiz vel hil maytatuhu. Dengizdan chiqqan mahsulotlar, masalan, o'lik chiqsin, saq chiqsin, o halol. Bu yerdan qirmoq qalamqanaman chiqadi, dengizdan chiqadigan maydat halol. Ammo bu mazmun hadisdan keltirilishini asli maqsad emas. Chunki savol, hadis to'g'riliq savol dengizning suvi. Rasululloh dengiz chiqib qolsak, chiqqan suyimiz tarat elib olsak, ishkili yetmaydi. Uni ichib olsak tarat ketmaydi. Dengizning suvi tartasanlar bo'ladi. Dengizning ichidan chiqqan ayollarni yesanglar bo'ladi. degan asos javob bergan. Savol tahorat, suv to'g'riliq kelgan. Javobda maydat dilli bor. Ana maydat hadisdan chiqqan mazmun, lekin asosiy maqsad emas. Ana maydat masalasi hadisdan chiqadigan zohir ma'no, suvning masalasi nas ma'no bo'ladi. Xo'sh, zohirni tushungan bo'lsanglar, zohirning hukmiga kelsak, shu nasdan oshkor bo'lgan mazmunga, zohir mazmundan chiqqan mazmunga amal qilish vojib, madam g'ayriga, zohirning g'ayriga amal qilishni taqozo qilgan dalil turibdi. Demak, to'g'ri ma'nodan kuchliroq yana bir dalil turib qolmasa. Masalan, bir hadisdan zohir ma'no oldik, yana bir hadisdan nas ma'no chiqdi. Zidlashib qolgan vaqtda hadisdan chiqqan zohir ma'no, hadisdan chiqqan nas ma'noni deya kelib, nasga amal qilamiz, zohir qilib qoladi. Mushtaq bo'lib qolmasa ham zohirga amal qilaveramiz. Chunki asli prinsip, asli qoida lafzni zohirdan dalil taqozo qilmagan ahvol ostida qaytmasa, zohirdan chiqqan ma'no asos amal qilingan ma'no bo'ladi. İkinci hüküm biz aç zahiri turuştuğun vaqtda deb bo'lgan amaliyotda. Yani qayt desak, ta'vilga ehtimoli bor degani, mat chiqayotgan ma'nodan yana bir xil ma'nolarni elish ehtimoli bor. Yana bir xil ma'nolarni elish ehtimoli bor. Ya'ni ashu lafzini zahir ma'nosidan qaytirib, lafzdan bo'lgan boshqa bir ma'noni iroda qilish mumkin. Masalan, zahir am bo'lib qolsa, xaslanish ehtimoli bor. Mutlaq bo'lib qolsa, qaytinish ehtimoli bor. Haqiqat bo'lib qolsa, buni majaz ma'no iroda qilish ehtimoli bor. Boshqa ta'vilat degani ma'nodan boshqa bir ma'no iroda qilish. Buni sizlar tushunisizlar. Masalan, mutlaq, muqayyat, majaz haqida gaplarimiz shu. Andagi buni bir alohidlikki biz bayatni deb bo'lgan bo'ldi darsning boshida. Mansxni qabul qildigini har doim mansx ketish mumkin. Yana buning hukmi zohirdan chiqqan hukmi. Rasulullohning davri. Hukmuhu az-zohir minhu. Yasihhu fi ahd ar-risala va fi zaman at-tashri'. Rasulullahning davri, fi ahd ar-risalat min Rasulullahning davrida va tashri' ahkam yo'l qo'yayotgan davrlarda shu zohir ma'nodan chiqqan zohir hukm mansx ketishi va uning o'rniga boshqa bir hukm qo'yish mumkin. Ya'ni masalihlarni o'zgaradigan, mansx qilgan juz'iy far'iy ahkamlardan bo'lsa, matakaning qanday bo'lsa, odatda asli kulli hukmlar mansx qilmaydi. Mansx bo'ladiganligi bo'lib qolsa, zohir ma'nolar o'zgarib boshqa mazmun iroda qilinishi mumkin. Şunu bilen zahirinin gibi tügüdü. Hem de nasıl geldik? Biz bayatımızda bütün misallarımızdan hemmesi ameliyette zahiri neslinin iki mezmununu çöndürüp mağduk ameliyette. Çünkü zahirle neslinin şunçılıkla farkı var. Yani digicinin asli maksatı, yani şu lafzini keltirişin asli maksat emas degan noktadan farkı var. Çok farkı olmağa çıkar.
İkincisi nasx keldik. Usuliylarning istilohidagi nasx degan nima desa, yine bayatdan tushundirish shu. Maqsadlik keltirishning asli maqsadlik ma'noni o'zing siyg'isa ifodalagan. Demak, nas asli maqsad bo'ladi. Va ta'vilga ehtimol qiladigan bu jihatda zohirlarga o'xshash. Maqsadning tushunchasi lafzning qatoriga tiz bo'lsa, buni tushunish sirtqi ishga qarashlik bo'lmasa va shu maqsad, shu ma'no siyaqdan asli maqsad bo'lsa, lafzi shu ma'noga nisbatan nas deb qatag'anadi. Nas. Faqat bayatdan biz tushundirgan zohirlar farqi asli maqsad emas. Mushular. Masalan, ahallallohu bayan va harama riba desak bayatdan ikki xil ma'no qantoq zohir ma'no nas ma'no deb. Yana bu riba bilan so'zning o'tirdiga o'xshashlikni yo'qotishga nas, chunki bu tushunchasi lafzdan tiz keladi va oyatning keltirilishidan nasning keltirilishidan asli maqsad. Buni bayatdan tushuntirib bo'ldi. Fankihu ma tabalaykum minan nisa masna va sulat va ruba degan oyatdami? Zohir ma'no bayatimiz olgan ma'no shu, nas ma'no qaysi desa, ayollarning sonini to'xtatish. Ala qasr aqsa adad az-zawjat degan ayollarning sonining eng yuqori chekini to'xtatish. Chunki u lafzning tushunchasi tiz keladigan ma'no ve şu lafzning keltirilishini asli maqsad bo'lgan ma'no shu. Va ma ataakumur rasul fakhuduhu va ma nahakum anhu fantahu degan bayatni tushuntirganimizdek umum ishlarda Rasulullohga itoat qilish va buyruq cheklanish olsun bu zohir bo'lib qolsa, mush o'ldi taqsimot qilgan vaqtda Rasulullohga itoat qilishning vojibligi emas, mayli ba'ziniga ba'misin i'ta'an va man'an degan ba'ziniga ba'misin, chunki shu ma'no şu lafzning keltirilishini asosiy maqsad shu. Buning hukmi nima desa, mushu nasning hukmi zohirning hukmidan o'xshash, ya'ni lafziga naso'g'an lafzi naso'g'an ma'no qarta amal qilish vojib va buningdan nas emas ma'no iroda qilinish, ta'vil qilish ehtimoli bor. Biz zohirda bayon qilgan bo'yicha mansuxni qana qiladi, qabul qiladi mansuxni. Tamam. Shuningga fankihu ma tabalakum minan nisa degan Allohning tuandagi so'zdan to'y qilishning mubohligi qilinadi. Andgen sanne 4 yoki 1 ga to'xtatish. Ikki ma'no oladi. Birisi zohir, birisi nas ma'no. Xo'sh, endi boshqa qaytsak, biz vodihud dalala lafzni ildigan vodihud dalalani ma'nosi g'ayriga qarashliq emas. Yuqorida ko'rdik, nasning ma'nosimi g'ayriga qarashliq emas, zohir ma'nomi g'ayriga qarashliq emas. Ondan keyin ta'vilga ehtimol qiladigan, kelmaydigan. Ehtimol qildig'ini naslan zohir, ehtimol kelmaydig'ini muhkam bilan mufassir degan ma'noslan zohir ashbayatning birinchi turgi tava. Ya'ni zohir naslning har biri ma'nosiga dalolatini aytadi. Ro'shan degani u ikkisidan bo'lgan maqsadni tushunish, sirtqi ishga qarashliq emas. Va u ikkisidan har biri shuning dalolati vodih bo'lgan ma'noga amal qilish vojib. U ikkisidan har biridan u ikkisining dalolati ro'shan bo'lgan ma'noni iroda qilishga ta'vil qilinish ehtimoli va yana ta'vilni taqozo qiladigan narsa dalil bilib qolsa, buni musoqlardan buning hammasi vozihga tava, vozihniki birinchi ikkinchi turi. Xo'shmisha kelgan vaqtda avtor bizga ta'vil degan nima deb shuni bir tushuntirib qo'ymoqchi bo'ldi. Biz bayat amaliyotda ancha muncha tushuntirishdik, shunda o'zim deb aytib ketaylik. Ta'vilning ma'nosi lug'at jihatda bayon ma yaul ilayl. Masala shunga qaytilgan narsa bayon qiladi. Ta'vil degan ishning tigi degan gap. Shu gapning tigi degan gap, ishning oxirinishi degan gap. Asli bir so'zning unda biz tushungan tarafidan boshqa bir tarafi hamdi. Biz bir odamni oqlab tushunsak, uning tigi qarab qolsa, oxirinishi boshqa bo'lib qolsa, shu ta'vil bo'ldi asli. Zalika khayru va ahsanu ta'vil. Asli tushuncha degan ma'noda. Ta'vilning iboratidan ma'al degan gap chiqadi, oqibat degan ma'no chiqadi. Ya'ni masalaning natijasi degan gapda usullarning islohidagi ta'vilning ma'nosi so'zni zohirisidan dalil bilan qaytarish. Dalil deganni unutib qolmaylik. Söz bir ma'noni ifodalayotdi. Biz bu ma'nodan g'ayri ma'noni tushunsak, dalilga tayanib turib ta'vil bo'ladi. Bu yerda prinsipning qatorida minal muqarrar degan prinsip shuki, asli prinsip lafzning zohirisidan qaytarmasa ta'vil qilmaslik asli. Endi shu so'zni ta'vil qilish deganlik, ya'ni zohirisidan qaytarish deganlik faqat mayli nas, mayli yoki qiyos, yoki shariatning ruhi, yoki umumiy prinsip degandek bir shar'iy dalilga asoslangandila to'g'ri. Ya'ni demak, xulos bilan dalil bilan ta'villansa to'g'ri, dalilsiz ta'villanib qolsa xato bo'ladi. Ya'ni ta'vil to'g'ri bo'lgan shar'iy dalilga asoslanmasa, balki shaxslarning xohishlariga, g'arazlariga, ba'zi fikrlarga yon bosishga asoslanib qolsa,
kana ta'wilan g'ayra sahih. Bu to'g'ri bo'lgan bir ta'vil bo'ladi. Ya'ni bu qonun va uning tekstlari bilan nasr bilan o'ynashganlik bo'ladi. Endi shuningdek ta'vil ochiqdan ochiq bir narsani birgizdi. Masalan, bir yerda ta'vil qildik, dalilga tayandik deb turib, lekin men bir sarih labzni biz kelib qolsa, yoki bu ta'vil labzi ehtimol kelmaydigan, bu bir chiqa olamaydigan mazmunda bir ta'vil qilingan bo'lsa, bu muhata ta'vil bo'ldi. Bunday ta'villar qabul qilinmaydi. Masalan, to'g'ri ta'villarni, bu ta'vil degan gapni xato tushunmaylik, ha? Masalan, biz balog'atda haqiqat majoz deymiz, bir so'zning haqiqat ma'nosi asli ma'noli, zohir ma'noli. Majozni oldik degan gap ta'vil. Am deymiz, amdan am ma'nosi asli ma'no, amdan xoslarni qilsak, ta'vil bo'ldi. Mutlaq deymiz, mutlaqni qaytlasak va dalil tayinib ta'vil bo'ldi. Ta'vil degan normal ko'rilayotgan ma'noni yana bir ma'noga qaytirish degan gap. Dalilga tayinib turibdi. Sahih ta'vilning misollaridan qatoridan ahallallohu al-bay' va haramar ribodagi bay'ning umumligini xos qilish. Alloh sodni halol qildi, ammo sod ismli narsaning hammasi halol emas. Sodning ichida harom sodlimi bor. Ya'ni Anos oyatda Allah sodni halol qildi deb tursa, biz nereden chiqamiz desa, dalilga tayinib turib, ya'ni bay'il aldash sodisidan tuzilgan hadislar bilan ta'vil qilamiz. Kishininki o'zining qancha yo'q narsa setishdan tuzilgan, u soda lekin cheklanadi. Mevaning pishqanligi oshkor bo'lishdan ilgari mevani setishdan cheklangan hadislar bilan. Bularning hammasi masalan zohir ta'vil. Oyatda soda halol dedi, sodning hammasi halol deb, hamma sodni halol qilmaydi. Balki mayada setilganidan ma turli sodlarni halol soda emas deymiz endi bizcha. Bunun ta'vil oldu şu. Çünkü ayet yukarıda ötkendek her qandaq sodun halal qilishni zahir ve o'xshashni nefi qilishdinas. Biz aşı zahir ma'noni bayatning dalillar bilan turib qanday qilib ta'vil qildik masalan. Yana bir misol. Vel mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru degan oyatda talaqini qilingan har qanday ayol 3 hez ko'rdidik. Talaq qilingan har qanday 3 hez ko'rdidik. Ma umum. Lekin bütün talaqlangan ayol 3 hez ko'rib andan keyin to'y qilanda, yo'q. Homildor bo'lib qolsa tug'vasilam bo'ladi. O 3 hez ko'rish ketmaydi. Anos oyatdagi mutallaqat degan umumni nereden buzdik desa, may bir dalilga tayanib turib buni taqsis qildik. Bu buning o'zimi bir ta'vil. Masalan, va ulatul ahmal ajaluhunna yad'na hamlahunna. Ma'nolan ta'vil masalan qaytildik buni. Umumlikni xasladik. Ondan boshqa Qur'oni Karimda hurrimat alaykumul maytat wad-damu dedi. Qonning hammasi harom dedi. Endi hamma qon harommi? Ancha-muncha kebablarni yeb qalsak, kebablarda qon olib qoladi odatda ba'zi go'shtlarda. Desa, yo'q. Avdaman masbuha degan oyat bilan qaytlaymiz. Buni o'zimiz ta'vil masalan. Demak, mayli amni xoslash olsun yoki mutlaqni qaytlash olsun yoki haqiqatdan majoz ma'nolash olsun, bularning hammasi, ya'ni Qur'on nasri, hadis nasrini o'tirib moslashish hukm qilishning hammasi nima bo'ladi? Ta'vil bo'ladi. Mushtavillar dalilga tayansa yajuz. Shuningdek yana bir misol Payg'ambar alayhisolamning so'zidagi ash-shat deganning ta'vilida fi kull 40 shatan shat. Her 40 qo'y bir qo'y bor dedi. Mushuni o'limali masalan 40 qo'yni bir qo'y bor, bir qo'yni zakot o'rniga bir qo'yning bahosini bersin bo'ladi deb ta'vil qilgan. Qo'yning bahosi bilan. Undan keyin astrilgan qo'yning hadisidagi bir sa xurmo. Masalan bir odam astrilgan qo'yni bilan sotib olsa, ixtiyor qilgan bo'ladi, ep qalsin bo'ladi, qaytosin bo'ladi va tutsa bir sa. Masalan meni kalo olsun, qo'y olsun, bozorni qarasak, uning yeni nayeti çoğandı. Bu sütlük okşaydı o da biz süt kireken. Öyle gelip sağdık. Saqqandan keyin tutqanmadı. Asli o bir 2 gün balısını ayırıp bazarda setiş üçün isildirip ekirgen qo'yganda, ekaliganda biz akaplar bunun sütünü içib etdik. Qarasak o yo'q, süt yo'q aytsa. Igisini chaqirib, "Ma kalingizning süt chiqmadi. Tunugün siz buna sütlük degandingiz. Bugun bir qitim saq tugidi deb qaytiramiz endi uni." Shu vaqtda shunday ahvol ostida ikki ixtiyorli qiladi. Qaytirsak bo'ldi, ep qalsak bo'ldi. Lekin qaytirish uchun biz ichib etgan bir süt bor. Ettigini sig'ib ichib etdik bir 2 kilo sütni, masalan, 1 kilo sütni. Shu vaqt qanday qaytiramiz deb Payg'ambar xurmadan bir sani billah qaytirsin. Xurmadan bir sani billah qaytirsin degan. Ammo shu bir sa degani, bir sa xurma deganini nim deb ta'vil qilib bo'ladi desa, bir sa xurma qaytirsin bo'ladi yoki shu ichib etgan sutning pulisini, ya'ni bir sa xurmaning pulisini qaytirsin bo'ladi debchi. Masalan, hozirgi bozorga so'rasam shu asos chiqadi. Ya'ni avval qadisning zohirisi 40 qo'yning zakotida faqat bir qo'y kupay qiladi degan gap chiqadi. Uning bahosi kupay qilmaydi degan gap chiqadi. Ikkinchisining zohirisidan
Setuvagıcı əsrilgen qoyunu qaytağa vaqtida setuvagıcıga anın suzunu segib algan narsani төлep berişde faqat hormidan 1 saat kifaya qiladi, qolgani bo'lmaydi degan gap zohirdan. Lekin mush zahirga kelsak, shariatning hikmati va to'lang babidagi umumiy prinsiplar ma zohirini ta'vil qilib aslidan qaytirishni taqozo qiladi. Asl zohirisidan qaytirish va ashuni bilan masjidga yana bir ma'noni iroda qilishni taqozo. Chunki 40 qo'yga 1 qo'y zakat vojib qilishning g'araz kambag'allarning ehtiyojini qamdash. Endi kambag'allarning ehtiyojini daf'i qilish bir qo'yning bahosi bilan bakroq tavofirligini texmo to'liqlash. Bu andog'anda qo'y iroda qilinsin bo'ladi yoki qo'yga teng keladigan har qanday baholiq pul iroda qilinsin. Masalan, deyli qo'yni bir qo'ysak, balkim qo'yni sota olmaydi, sotolmaydi, o'ltib pul versak, qo'yning pulini versak, ehtiyojlar qolmaydi. Ma nuqtadan, shariatning hikmat nuqtadan, naqozi shariat nuqtadan az zohirni ta'vil qildik masalan. Undan boshqa ikkinchisi kelsak, bir soat hurmini vojib qilishdan g'araz satquchiga setuvag'uchi qo'yning ustidan ichib o'tgan, iste'mol qilib o'tgan, halok qilib o'tgan narsani to'lab to'liqlab berish. Maqsad to'liqlab berish. Balkim bu to'liqlamaga sutning qimmatiga izoh kelishi 2 kilo sut degan yolga 20 qo'y. Ba'zi bo'ladi masalan. Yoki bir soat hurmini boshqa har qanday bir to'lang bilan to'liqlab ba'zi bo'ladi. Demak, maqsad nima desa, uning utlifa yo'qotilgan narsaning o'xshi yoki bahasi. Ma'u yo'qotilgan narsani halok qilingan narsani to'lashdiki, shar'iydagi umumiy prinsip masalan. Demak, mushtaqilsimi bo'ladi, ta'vil qilsa. Ma'u bir to'g'ri bo'lgan ta'vil, shariatning ro'yiga qarab ta'vil qilish. Endi shuningdek anaga qilib qolgan 3dan 1ni ayolning birininki nasibasini bir bo'lgandan keyinki, masalan, G'arravining ishki masalasining birida ayolning nasibasini bir bo'lgandan keyinki qilib qolgan 3dan 1 deb ta'vil qilish. Nimishqa desa, anining nasibasi mirasda dadmonsin eshik emaslik uchun. Bu miras masalasiga masala. Agar ayolga bermay turib, aniga 3dan 1 olib qo'ysa, dadnining eshikdan bu. Ma'noqni cheklash uchun bir bo'ligi bor. Bo'liq ixtilof bor masala, shu anining 3dan 1 erish masalasi. Bunda qilish uchun dadnining eshib ketmaslik uchun dadnining shu ayolningkini bir o'tib bo'lgandan keyin andan keyin ana o'rimizda mana qoida masalan bu nima desa vali ummihi sulus masalan ana 3dan 1 mutlaq gap. Buni qayd qilib 3dan 1 qanday 3dan 1 desa ayolga bir bo'lgandan keyin ayolning biriga masalan qaysi olsamda erilib qolgan bo'lsa ayolga aylab qolganiga bir bo'lgandan keyingi malning 3dan 1 deb ta'vil qilish bu bir ta'vil masalan. Yuqoridagilarning hammasi shar'iy hukmlardan kelgan ta'villarning misoli tuandaligi jinoiy ishlar qonunidagi ta'villar ekan biz o'tib ketamiz. Undan keyin nazar o'rni bo'lgan ta'villarning qatoridan degani sal ta'vil toza to'g'ri bo'lgan ta'vil deganda gap yoki qarab chiqishga tegishli bahs o'rni bo'lgan qayta qarab chiqishga tegishli bo'lgan ta'villarning qatoridan kaffaratuhu it'amu 10 masakin degan oyatdagi 10 masakinni 10 miskin iroda qilsak bo'ladi yoki 1 miskinga 10 qitim deb mana ta'vil qilish masalan fayta'amu 60 miskin deganni 60 miskin iroda qilsak yoki 1 miskinga 60 qitim deb iroda qilish masalan va idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha degan oyatda huyyitum degan ibora salom qilish degan ma'nosi buni so'g'irish masalan. Yani salamni biringlar bir so'g'irilsa, so'g'i berguchiga undan yaxshiroq o'qishini, to'liqlab bersin degandek manda ta'vil qilish. Bularning hammasi yuqori degandek to'liq sahiy ta'vil bo'lmaydi, lekin qarab baqish kerak holda, iznib baqish kerak. Demak, endi ta'vil bir to'g'riga o'xshaydi. Agar to'g'ri ishlatilsa, bu odamga foyda qiladi. Noto'g'ri ishlatilib, shaxsiy g'arazlar, shaxsiy manfaatlar yoki o'zining ma'lum bir tarafboslik degandek bir nuqtasida qilinib qolsa, odamni o'ttiradi. Ya'ni halok qiladigan ish. Shunga ta'vil babini bak yo'g'onma ochmaymiz, butunlaymi taqvatmaymiz. Taqvatgandan keyin shariatning ruhi yuz berayotgan ishlarga umumiy jamiyatga moslashishdan to'xtab qoladi. Echayotgandan keyin g'arazli kishilar o'zining maqsadiga yetishishga qurol qilib oladi. Shunga ta'vil bobiga kelgan vaqtida ta'vil normal tushunilgan ma'nodan g'ayri ma'noni olib,
meselenin tigini içtiğin gapçı bu. Bunun maharet gidiyor, sağlam akide gidiyor, ihlas gidiyor. Şu an Abdurrahman devatıdı, tevil babının hemini bütünley taqab, iqlaq taqab. Zahirni, davamlıq zahirini tutuş, bu zahirinin mesbedek, bu şeriatning ruhidan yiroqlab ketish, umum prinsipdan chiqish va narsalarni o'zaro bir-biriga qarshidek ko'z tutib qo'yish qilib boradi. Bu mu bizdan iroda qilingan shariatning maqsadi emas. Endi ta'vilning ishkini aytish qushlarning hammasiga ehtiyot qilmasdan, hazir aylamasdan aytib o'tishmi? Nesler bilan o'ylashish, teyilib ketish, xohishlarga ergishishga boradi. Haq gap nima desa, to'g'ri ta'vilga ehtimol kelish va nas dalil dalolat qilgan mayli nasdan olsun yoki qiyosdan olsun, umumiy prinsipdan bo'lsin. Labzi uning unaydigan, balki dalolat shuningga mayli haqiqat majaz yo'llan bo'lgan mandaq shaklga ehtimol kelishda haqmish mushahadligini ta'til qilsa bo'ladi. Biroq uch nasga zid gap qolmagan xolos. Demak, yig'ib xulosalasak, dalillan bo'lsa ta'til yajuz, dalilsiz bo'lib qolsa ta'til la yajuz. Xo'sh, endi bugungi darsimizningki 3-mazmuni, 3-qismi mufassal. Asosan biz bugungi darsimizning ana vodihud dalola degan nuqtani asosan tushunib qoldik. Faqat illaki shu 4 mazmun o'tirisidagi ba'zi bir farqlarni ayirib olsak, qolgan jihatda cho'ng masala chiqmaydi. Usullarning islohidagi mufassir deganimiz biz darsning 5-da tushundik buni. O'zining tafsiliy ma'nosiga o'zi mustaqil ifodalaydigan. Yani şunda tefsilen degan şunda tefsiliki onu bilan ta'vilning ehtimoli yo'q. Yani gap shunchalik ro'shanlashib ketdilik. Uni boshqa yoqqa qayri qilib bo'lmaydi. Shuning qatoridan sig'ining o'zi mufassal ma'noga ro'shan dalolat qiluvchi bo'lish. Va shu sig'ining o'zida uningdan boshqa ma'noni iroda qilib ehtimolni inkor qiladigan mazmunlarning bo'lishiki, gapdan undan boshqa ma'no chiqmaydi. Keskin. Mesela fecliduhum 80 celde. Ularni 80 seneler dese oylab yoki hech qanday yerdan 80 dengerni o'zgartiradigan bir narsa bo'lmaydi. Keskin aniq masala bu 80. 79 dan 80 bir emas. Yani bu yerdagi muayyan son az ko'pga, ziyoda nuqsonga az ehtimol kelmaydi. Va qatilul mushrikina kaffa degan iborat butun degan ma'no ifodalaydi. Bir narsani bundan chiqarib olish yoki ehtimol kelmaydi. Ya'ni kaffa degan so'z taxsis ehtimolni inkor qiladi. Muayyan bir jinoyatlarga belgilangan jazo belgilaydigan uqubat moddalarining ko'pinchisi. Masalan, qo'lni kesanglar, yuzini kesanglar, 80 kesanglar. Anikin mavodul qonunul madaniy yerlik qonunning moddalari, masalan, ma'lum qarzlardan manchilikni cheklaydigan, ya huquqlar yoki tafsiliy ahkomlarni ehtimol yo'q shaklda, la ehtimol ma'ahul ta'villigini ta'vilga ehtimol yo'q shaklda bayon qiladigan bunda bir yerlik qonunlar bor. Shu qonunlardagi aniq keskin iboralar hammasi mufassir hisoblanadi. Ana bu alaqa abtur mushu biz yuqorida so'zlayotgan mazmunlar til munosabatlik masalaga chiqar. Til mushu ifodalangan mayli shar'iy naslar olsun yoki yerlik naslar olsun hammasidan bizga bir tushuntirishli misollarni keladi. Yani şunun qatoridan siga avval mujmal mesela bunda mufassal ikki xil oldu. Birisi sigining o'zi mufassal. Sigining o'zidan qanday gap chiqadi, tafsiliy chiqadi ham o mazmun. Bu bir. Ikkinchisi siga mujmal. Mujmal deganimiz gap bunda aloqa ixcham. Yana bir dalil kelib yoki shariat tarafidan bir dona bayondan birisi kelib buni mufassar qilyapti. Bayon kelib bo'lgandan keyingi holatda mufassar bo'ladi. Xudoda shuning qatoridan siga mujmal kelgan bo'ladi, mufassal emas. Shariat tarafidan keskin bir tafsir bayonidan birisi qo'shiladi, aniq ijmollikni yo'q tutgan va uni tafsir qilib hatto oxirisida ma'nos mufassar bo'lib ketadigan. Ta'yilga ehtimol kelmaydigan. Masalan, va aqimus solata va atuz zakat. Oyatda namoz o'qiladi. Agar bu namoz o'qiladi degan iborat bilan bo'ldi qildigan bo'lib qolsa, biz qanday o'qiymiz namozni? Biz kichik vaqtimizda musulmon bo'lib otam o'tgan bo'lg'achqa bizga nisbatan g'ayrat tuyulmaydi bu gap. Ammo bir yangi musulmon bo'lgan yoki nol odamdan birini namoz o'qi deb qo'yib qo'ysa, masalan, u qolmaydi. Chunki namoz o'qishga huquq bir ijmoliy, mujmal huquq. Uning bir tafsiliy ahvoli bo'lmag'achqa. Zakat namozi qanday bo'ladi? Walillahi ala nas hajjul bayt. Baytlarni haj qilgan qanday haj qiladi? Ahallallohu bay harama riba. Jazoni harom qilsa qaysi jazoni harom?
Demek yukarıdaki nesledeki salat, zakat, hac, riba gibi alfazların hepsi mucmel degeni hazırca mezmunu yine konmagan alfazlar. Bunun şer'i manisi ve mezmunlar alfazlar. Lekin ayetning sig'isi o'zidan lam tufassal ma iboratlar tafsili bayon qilindi. Ham payg'ambar alayhisalom buning ma'nolarini o'zining af'ollari bilan, aqvollari bilan bayon qilib berdi. Rasululloh namoz o'qib, sallu kama ra'aytumuni usalli, men o'qigandek o'qing dedi, aj qilib quzvanni manasikikum dedi. Zakat ahvollarida yuz berdi masalan. Rasululloh yig'di, zakat yig'di masalan. Muharram jazonlarni tafsili bayon demak, Mavlana hammasi Qur'onning o'zida mujmal. Lekin hadis uni tafsili bayon qildi. Bu orqali yasiru minal mufassir degani hadis bularni shundoq bir keng kushada tafsili bayon qildiki, bu bayon mufassirlarning qatoridan o'tib ketdi shu bayon bilan naslar. Demak, ma tafsil mufassirning bir juz'isi bo'ldi. Uni qat'iy to'liqlig'icha bo'ldi, qat'iylan bo'lsa. Mana bu hadis islohida at-tafsir at-tashri'i deb ataydi. Ya'ni bu tafsirning manba shariatning o'zi payg'ambar alayhisalomga Alloh tafsir qilish bayon qilish huquqini bergan va anzalna ilayka zikra litubayyana lin-nas ma nuzila. Ana mishada bir gapni deb qo'yay. Ma birinchi xil mufassir nasl uzullar mufassir bo'ladi. Ikkinchi xil mufassir Rasululloh bayon qilib bo'lgandan keyin an mufassir deb ataladi. Bayon qilishdan ilgari emas. Haliqib bayon kelib bo'lgandan keyin mufassir bo'ladi, undan ilgari emas. Shundoq uchun shu mufassir degani aqnaq qilinib bo'lgan holatga berilgan ta'bir mufassir bo'ladi. Xo'sh, endi mufassirning o'lchamiga kelsak, tafsiriy bayon qilingandek amal qilish vojib. Zohirasidan qaytarilishga ehtimol kelmaydi, hukm mansuxni qabul qiladi. Biz zohirda bayon qilgan narsalardan bo'lsa degani shariatdagi ahkomlar ba'zi mansuxni qabul qiladi, ba'zi qabul qilmaydi. Buni biz o'z o'rnida bayon qilamiz inshaalloh va boshqa darslarda bayon qildik. Hozir nasxni qabul qiladi degani, o'sha mansuxni qabul qiladigan narsaning qatoridan bo'lsa, ya'ni tabdilni qabul qiladigan hukmlar asosiy kulli hukmlar nasx qilmaydi. Ya'ni ta'vilning ehtimoli yo'qotadigan tafsir deganimiz dal sig'ni o'zidan ilinadigan tafsir. Birinchi xildagidek yoki kaskin tafsiriy bayon bo'lib, bayondan ilinadigan tafsir bo'lib, musharri'ning shariat yo'l qo'yguchining o'zidan sodir bo'lgan sig'i bilan qo'shiladigan ikki xil bo'ladi. Ikki xil. Chunki ma bayon qonun qiladi. Ammo esimda bo'lsin bir gapni qayta tahlab qo'yinglar. Mufassir ikki xil. Birisi yo sig'ning o'zidan chiqadi yoki shariatning o'zidan keladi. Shariatning o'zidan degani ya Allah yeni bir oyat orqali uni tafsiliy bayon qilib turadi yoki payg'ambar alayhisalom hadis orqali bayon qilib turadi. Mal kaskin. Ammo mufassir ammo sharihlarning tafsiri, mujtahidlarning tafsiri bular qonunni mukammallik juz'i hisoblanmaydi, ta'yin ehtimol yo'qolmaydi. Bir oyatni kelib bir mufassir bir tafsir qilib qo'ysa, u bizning uchun mufassir bo'lib ketmaydi. Bu yerda ta'yin ehtimoli bor. Shariatdan boshqa har qanday qadamninki ta'vilga ehtimol qildigan yerlarda ma'ning mazmuni, murad ma'nidan mashta bundan boshqa emas deyish huquqi olmaydi. Ammo shariatning deyish huquqi bo'ladi. Namoz o'qinglar dedi, namozni tafsili bayon qilib mashta o'qiysa, namoz 5 vaqtdan boshqa emas, bomdod 2 rakatdan g'ayri emas deb huquqi bor. Ammo qolgan izohat mufassirlarniki, qolgan mujtahidlarning unda deyish huquqi olmaydi. Unda biz so'zlayotgan bugungi darsdagi mufassir mujtahid mufassirlarning qilgan mufassirisi emas, balki shariatning o'zining qilgan tafsirisi mufassir bo'ladi. Tafsirni ta'vildan selishtirishdan biz bayatnalik ta'vilni gapini qildik. Bayatdan ta'vil degan mundaq narsa deb. Ana hozir tafsirni gapini qildik. Ikkisining farqi nima desa, tafsir bilan ta'vilni selishtirishdan shu oshkorandagi ikkalasi nasning maqsadini bayon qiladi. Lekin tafsir muradni shariatning o'zi tarafidan keskin dalil bilan bayon qilish. Undan keyin boshqasi iroda qilish ehtimoli yo'q. Mao biz so'zlayotgan mufassir tafsiri. Ammo ta'vil ibodatdan qilib so'zlagan ta'vil muradni zanniy dalillar ijtihod bilan bayon qilish. Bu keskin emas, maqsad bayon qilishda boshqasining iroda qilish ehtimoli bor. Ma'no nuqtadagi ta'vil bilan tafsirning farqi shu. Xo'sh, endi darsimizningki 4-mazmuni al-muhkam, ya'ni vodihu dalolalarningki eng yuqori qismi, eng ro'shan qismi al-muhkam. Biz darsning boshida deb o'tdik, muhkam mufassirlarga o'xshash. Bir farqi mufassir nasxi ehtimoli va nasxiga muhkam nasxiga ehtimoli yo'q. Ya labzning o'zida mansux bo'lishni amaldan qoldiradigan iboratlar va abadan o'xshash. Masalan, yoki Rasululloh vafot etib dunyodan ketdi, shundan keyin mufassirlarning hammasi muhkamga aylanadi.
Usulillahning istilohidagi muhkam degan nima desa, uning o'zining ma'nosiga dalolat qiladigan, batil qilib o'tishni degan gap baqo qilib o'tishni. Va yoki o'zini almashtirishni qabul qilmaydigan ma'nosiga ro'shan dalolat qiladigan. Qanday ro'shan desa, la yabqa ma'a ihtimal at-ta'wil. Ta'vilning ehtimoli qolmaydigan darajada ro'shan. Mana mandaq narsa muhkam bo'ladi. Ya'ni muhkam ta'vilga ehtimoli yo'q. Uningdan chiqqan ma'nodan boshqa bir ma'noni ifoda qilishga ehtimoli yo'q. Chunki u o'zi mufassal. Shundaq bir mufassarki, ta'vilga mojihatda mufassarlarga o'xshash bu. Lekin o'xshamaydigan yeri Rasulullohning davrida bo'lsin, yoki Qur'on tushayotgan davrida bo'lsin, yoki undan keyin bo'lsin, mansubni qabul qilmaydi. Chunki muhkamdan ilinadigan hukm İslamning dinning asos prinsiplari bo'lgan asosiy hukmki almashtirishni qabul. Islomning asosiy prinsiplari faqat mansub qilmaydi. Masalan, Allohga ibodat qilish bu masala menga o'zgarmaydi. Odam alayhisalom vaqtidan tortib qiyomat qadar. Rasululloh kutubga iymon keltirish yoki ahvol o'zgarmaydigan ummahatul fazoillar atani yaxshilik qilish, adil masalan. Juz'iy far'iy hukmlar bor, lekin juz'iy far'iy hukm bo'lgan bilan shariat uning mangulik, uning qonunning mangulik ekanligiga dalolat qilyapti. Masalan, ولا تقبل لهم شهادة أبدا degandek el-cihad madin ila yawmil qiyamah degandek mesela muhkam bo'ladi. Bunda muhkam masalaning asosiy prinsiplarini egallaydi. Asos ko'p qismi buning hukmi keskin amal qilish vojib. Uni zohirdan qaytarish ehtimol kelmaydi. Mansub qilish to'g'ri emas. Biz mansubni qabul qilmaydi deyishimizning sababi chunki Rasulullohning davridan keyin, vahiy uzilgandan keyin, tushish uzilgandan keyin mushu Qur'on hadisga kelgan ahkomlar hammasi muhkam bo'lib ketadi. Masalan, mufassir degan gap Rasulullahning davri qartilgan gap bo'lsa, u Rasulullahning davridan keyin hamma narsa shu mufassirlarning hammasi muhkamga aylanadi. Ya'ni bu nansxni qabul qilmaydi, ibtolni qabul. Chunki Rasulullohdan keyin tashri'iyya huquq yo'q. Ya'ni Rasululloh aytgan narsani baqo qilishga ega bo'ladigan, yoki almashtirishga ega bo'ladigan bundaq tashri'iyya huquqi yo'q. Inshaalloh buning tafsiloti, izohati mushu nansxning mazmunini so'zlaymiz. Hozircha mushuni tushunib sanlar bo'ladi. Tamam. No'lan darsimizning asosiy qismi bo'lgan zohir nas, mufassir, muhkam mazmunlari tugadi. Buni vodihud dalolatning turi maqsadni maqsadga dalolat qilishning vuzuhligida bulardan biz yuqorida degandek farqlanadi. Mushu farqning ta'siri o'zaro zid kelgan vaqtida oshkor turib chiqadi. Masalan, darajasini bayatni do'qqo eng tuvini zohir. Undan yuqoriroqqa nas, undan yuqoriroqqa mufassir, undan yuqoriroqqa nima muhkam. Mushular zid gap qolib qolsa, ammo shu daraja bo'yicha farqlantirib yuqorini tutib tuvanni qilib qo'ysak bo'ladi. Masalan, zohirlar nas zid gap qolib qolsa, yurajjahun nas tarjih qilinadi. Chunki u zohirga qaragan vaqtida dalolati zohir qaysi tarafdan zohirroq, oshkorroq desa, ya'ni nasning ma'nosi siyoqdan, bayondan asli maqsad, ammo zohirning ma'nosi siyoqdan, bayondan asli maqsad emas degan nuqtadan. Aniqki, asli maqsad bo'lgan narsa tushunchaga maqsad emas narsani tezroq qiladi. Shunga nasning dalolati ifodasi zohirning ifodasidan ro'shanroq. Shunga xos amdan tarjih qilamiz, chunki xos degan nas, am degan zohir bo'ladi. Chunki xos hukm bilan asli maqsad, labzi buningga nisbatan nas, ammo amda asli maqsad emas, balki afrodlarning ichida. Mushuna tushunsak bo'ladi. Masalan, misollarning qatoridan Alloh subhanahu va taolo ayollarning haromlarni, muharramatlarni sanab qo'ygandan keyin dedi: "Va uhillal lakum ma wara'a zalik." Undan boshqaning hammasi sizlarga to'liq halol dedi. Ma bir oyatda masalan falan oson olmaydi deb, falan bugun oson olmaydi dedi Alloh. Anang harom, qizing harom deb bilib va uhillal lakum ma wara'a zalik. Undan boshqa har qanday halol dedi degan gap qanday oson bo'lgan gapda ashu men amma degandan ammay qan. Ya'ni zohir chiqadigan mazmun nima yoki am chiqadigan mazmun nima desa, qancha oson, 100 osonmi ikki. Bunda hukm chiqadi endi. Ammo fankihu ma taba lakum minan nisa mathna va thulatha va ruba degan oyat ma'o nima desa ayollarning sonidan emas. Bundan birinchi oyat 5-ayolni erishning halolligini zohir. Chunki oyatni uhillal lakum va uhillal lakum ma wara'a zalik. Undan boshqa har qanday shakl, har qanday bir sonda degan gapda zohir. Ikkinchi oyat to'y qilishning to'y qilishning mubohligini, ya'ni to'y qilishning mubohligini to'xtatishdan nasga, ma'onas zohir. İkisi zet tilivede nesli tercih qildik. Nimishqa dalolatning uzunligini kuchli bo'lganlik uchun 4 dan ortiq xotinni elish, to'y qilish harom bo'ldi. Bu bir misol. Undan boshqa nas mufassir zid gap qilib qolsa, albatta mufassir tarjih qilinadi. Chunki mufassir nasga qaragan vaqtda uchiqroq qaysi jihatdan desa,
Yani onun tefsiri onu tevhidge ihtimal kelmeydigan qilib qo'ygan. Onun bo'lgan maqsadni aniq qilib qo'ygan. Masalan, bunun misali al-mustahada tatawadda li kulli salat. İstihaza ko'rib qolgan ayol, istihazlik ayol her namazga harakat dedi. El-mustahada tatawadda vaqta kulli salat dedi. Mustahaz ayol her namazning vaqtiga tartib dedi. Ko'rib boqayli ya. Avval qilsa her namazga tarat edishning vojibligida nas. Mana nas. Chunki uningdan labzidan shu ma'no tushuniladi. Keltirish siyaqim shu ham. İkincisi mufassiramda nima uchun qanday shaklda ekanini tafsir va ehtimol kam. Chunki avval qilsa taratni her namazga bir vaqt bo'lsa vojiblik ehtimol bo'ldiki, her namazga degandan keyin bir vaqtda ikki namoz o'qimoq bo'lsa ikki qitim tartilish ehtimoli bor. Yoki hamma namozning vaqtidagi shu men hozir bir vaqtda ikki uch namoz o'qimoqchi bo'lsam, bir tartarsam burish. Demak, birinchi narsadan anda qilish, manda ehtimol chiqdimi? Agar shu vaqtni bilan namoz ado qilsa masalan. Lekin ikkinchi hadis ma ehtimollikni kasdiki, ya'ni vaqtni asos qildi. Namoz emas, vaqtni asos qildi. Shuna ma'u tarjih qilinadi. Shar'iy hukmdan bo'ldi desa, vaqt uchun tartilish vojib. Shu vaqtda xohlagan farz nafillarni o'qisa bo'ladi. Ma'ularga keskin. Ini qo'g'a chiqadi, ikkinchisini tutamiz. Bu nafslan mufassirning zikriga zid kelib, mufassirning tarjih qilgan misoli. Shuning bilan bugungi darsimiz oxirlashdi. Inshaalloh kelasi darsda bugungi darsdan keyin yana bir qo'shnisi, ya'ni bugungi darsda vodihin so'zlagan bo'lsak, kelasi darsda inshaalloh g'ayrul vodihin so'zlaymiz. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin.